Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Shukr qilganing sari shukr qiladigan narsalaring ko'payaveradi. Shukr. Unda juda mo'l edi. Mol dunyo, uy, orzu, havas. Imorat bitdi-yu, yetmadi nafas. Afsus. Afsus. Keraksiz insonlarga sarflagan kerakli vaqtlarimga achinaman. Agar ayol kishiga bir erkak kishini ko'zini va nafsini berib turilsa bir kunga va ana shu erkakni ko'zi va nafsi bilan ayol kishi bir kun yashasa, u ayol ertasi kuni yo ko'chaga chiqmaydi, yo chiqsa ham 40 qavat kiyimda chiqadi. Kimga mazza qildingiz? Albatta menga mazza qilishingiz shart emas. Shahlo, Asadullo, Malika, balki men. Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Mukammallik faqat sevilmagan ayolga xos. Sevilgan ayolga esa hamma narsa mumkin. Mozoringga keldim sevgilim. Mozoring gulzor edi. So'ngra sensiz uyga qaytdim. Sensiz uy mozor edi. O'zi mashinangiz bormi? Dedi uchrashuvga dugonasini ko'ylagini kiyib kelgan qiz. Hey, ayollar, Gapirar ekansizda bizni aka. vaznim og'irlashyapti deb g'am chekmang. Oy ba'zida hilol, ba'zida to'lindir, lekin baribir oy. Oysizlar. Bugun zo'r gaplar gapirildi. Tanlov biroz qiyin, lekin tanlang. Kimga mazza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Rahmat. Ovoz bering. Xursand bo'lardim tanlasanglar. Mazza qildimning navbatdagi soni. Azizlar, mazza qiling. Men shuni xohlaymanki, u Allohni sevsin. Eng ko'p Allohni sevsin. Va meni yonimga kelib, sen menga Allohni omonatsan desin. Yoshligingni ro'kach qilib, tavbani ortga surma ey inson. Qabriston eshigiga faqat kattalar uchun deb yozib qo'yilmagan. Agar qalbning eshigi bo'lganida edi, unga kiring, faqat sindirmang deb yozib qo'ygan bo'lardim. Dinda majburlash yo'q. Inson hurdir. Albatta. Xohla
dunyoda yonsin, xohlasa oxiratda. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. U duoga o'xshaydi. Kelgach qalbim taskin topadi va tinchlanadi. Adajon sizga. Ko'ksimni ichida bir duradgor bor. U tunu kun tinmasdan tobutimni yasaydi. Duk, duk, duk degan tovush keladi. Bilamanki, tovush tingan kun tobutim tayyor. Dunyo sendan bezsa bezsin. Dunyo seni ezsa ezsin. Ketganingni aytib ketma. Odamlarning o'zi sezsin. Xayrulla Hamidov. Bir odamga juda qattiq ishonvorsangiz, u odam sizga bir umrlik do'st bo'ladi. Yoki bu ish sizga bir umrlik dars bo'ladi. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Urush davrida sevgi bo'ladimi? Bo'ladi. Oila qurishlarchi? Bo'ladi. Bolalarchi? Ha, bolalar ham tug'ilishi mumkin. Unda urushda nima bo'lmaydi? Bolalik. Inson hech vaqt chorasiz emas. Faqat u duosiz bo'lishi mumkin. Xolos. Shu uzoqdan yaxshi odamga o'xshaysiz. Iltimos, uzoqda yuravering. Shu narsani bilingki, jannatni ko'rib ortga qaytgan yagona zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Va yana shu narsani bilingki, u zot biz uchun qaytganlar. Kimga maza qildingiz? Javoblaringizni izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Robbingga qarab, mening buyuk dardim bor dema. Dardingga qarab, mening buyuk Robbim bor degan. Pul qo'lni kiri. Ayrimlar shu kirni quli.
Ishon. Odamlarning sen haqingda yaxshi gaplari talaygina. Lekin tirikligingni emas. Hatto bu kasallar bu o'shaning uchun uylanmaydi degan gap so'zga qolsang qolib ket. Lekin ayollari erkaklarini haybatini his qilmaydigan xonadonlarda uylanma. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Azizlar, bizning dasturimizda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Hozircha imkoni bor. Va mazza qiling. Go'zal bir narsani o'yla dedilar. Men esa otam, onam, akam, singlim bilan birga nonushta qilib, kulib o'tirgan tongni o'yladim. Shunday odamlar bor. Men bittaman deydi. Ularga qarab turib, yaxshiyam bittasan degin keladi. Nimadir demoqdan bezib qoldi dil. Sizda dilsiz tilu, bizda tilsiz dil. Naqadar barakali o'g'lingiz bor ekan ona. Yeb tugatish olmayapti-ku. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Albatta izohlarda yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Baxt qolib, g'amlarga bo'ldim xaridor. Demakki, qandaydir xatolarim bor. Qiyinchilik ko'rmagan deb o'ylamang. Biz qiyinchiliklarimizni ko'rsatmay katta bo'lganmiz. Shu baxt haqida nimadir yozmoqchi bo'lsam, hayolimga faqat siz kelaverasiz. Ona. Seni qanday ekanligingni Alloh bilsa bo'ldi. İnsanlarga buni isbotlashga urinma. Zero zar qadrini zargar biladi. Zargarga ham bo'lsin. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozib ko'ringchi. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat azizlar. Mazza qiling. Haqqini bilsinlarmi? Haddini bilsinlarmi? Haqqidagi haddini bilsinlar. Duolarim qabul bo'lmayapti deb siqilma. Gunohlaring javobsiz qolyapti. Shuni ham o'yla. Oshqozon miyadan kuchliroq. Chunki
oshqozon ko'ngil aynishini biladi. Lekin miya axloqda yutaveradi. Chingiz Aytmatov. Seni zo'r bo'lib ketishingga otangni ko'zi yetadi. Lekin unga yetarmikan? Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing.